Assalomu alaykum. Men shifokor Gulnora Qasimova Akfa Medline universitet klinikasida revmatolog bo'lib ishlayman. Ushbu videoda revmatoid artrit kasalligiga oid eng zarur, ishonchli va ilmiy asosga ega zamonaviy tibbiyotdagi ma'lumotlarni sizlar bilan bo'lishamiz. O'zi bu qanday kasallik? Kimlarda uchraydi? Belgilari, tashxis qo'yish va davolash yo'llari qanday? O'zingiz yoki yaqinlaringiz uchun ushbu kasallikka oid savollarga javob izlayapsizmi? Biz aynan shu maqsadda sizga eng ishonchli ma'lumotlarni taqdim etish uchun shu yerdamiz. Revmatoid artrit bu bo'g'imlarda og'riq, shish va qotib qolish holatlarini keltirib chiqaradigan kasallikdir. Artrit bu bo'g'imlarning yallig'lanishi degani. Revmatoid artrit esa artritning ko'plab turlaridan biridir. Revmatoid artrit kelib chiqishining aniq sabablari ma'lum emas. Ammo u autoimmun kasallik deb yuritiladi. Bu nimani anglatadi? Autoimmun degani bu insonning immun tizimi infeksiyalarga qarshi emas, aksincha o'z tanasiga qarshi hujum qilishidir. Revmatoid artritda immun tizimi asosan bo'g'imlarga hujum qiladi. Bu keyinchalik yurak, buyrak, o'pka yoki ko'z kabi boshqa tana qismlariga ham ta'sir qilishi mumkin. Revmatoid artrit kasalligi ayollarda erkaklarga nisbatan 2 barobar ko'p uchraydi. Shuningdek, oilada yoki yaqin qarindoshlarda bunday kasallik kuzatilishi ham kasallik rivojlanish ehtimolligini oshiradi. Shunday xavf omillariga yana genetik moyillik, tamaki va alkogol mahsulotlari iste'mol qilish, ortiqcha vazn, gepatit B, C kabi surunkali infeksiyalar borligi va albatta boshqa autoimmun kasalliklar bo'lishi kabilari kiradi. Revmatoid artritning asosiy belgilari bu bo'g'imlarning og'rishi. Bu holat odatda kun davomida yaxshilanadi. Boshqa artrit turlarida esa aksincha kun davomida yoki kun oxirida bo'g'imlarning qotib qolish holatlari kuzatilishi mumkin. Revmatoid artrit odatda barmoqlarning kichik bo'g'imlarida, oyoq barmoqlarida va bilaklarda boshlanadi. Belgilar odatda bir vaqtning o'zida tananing ikki tomonida ham, ya'ni simmetrik ravishda kuzatiladi. Shuningdek, revmatoid artrit bilan bog'liq yana boshqa belgilar ham kuzatilishi mumkin. Bularga mushaklarning og'rishi, kuchli charchoq his qilish, ruhiy tushkunlikka tushish va vazn yo'qotish kiradi. Agar o'zingizda yuqoridagi belgilardan bir yoki bir nechtasini his qilsangiz, albatta zudlik bilan shifokorga murojaat qiling. Bu kasallikni qancha erta aniqlansa, shuncha yaxshi boshqarish mumkin bo'ladi. Revmatoid artritni tashxislash uchun yagona standart test mavjud emas. Odatda tashxis bir nechta omillarga asoslanadi. Bular bemorning tibbiy tarixi, umumiy ko'rik natijalari, qon tahlili va qo'shimcha tekshiruv natijalaridir. Ba'zi holatlarda revmatoid artrit tashxisini aniq qo'yish uchun bemorning holatini bir nechta haftalar davomida kuzatish kerak bo'ladi. Odatda revmatoid artrit quyidagi holatlarda aniq tashxis qilinadi. Bular kamida 6 hafta davomida tananing uch yoki undan ortiq bo'g'imlarida yallig'lanish belgilarining davom etishi, qon tahlilida revmatoid omil va antisitrullashgan peptidga qarshi antitanachalarning yuqori bo'lishi, qonda C reaktiv oqsil yoki eritrositlarning cho'kish tezligi darajasining yuqori bo'lishi, rentgen tekshiruvlari asosan revmatoid artrit tashxis qo'yilgandan so'ng kasallik qay darajada rivojlanayotganini kuzatilishi uchun o'tkaziladi. Shu sababdan boshlang'ich tashxisni qo'yishda odatda rentgen tekshiruvi zarur bo'lmaydi. Siz revmatoid artritni davolashga ixtisoslashgan shifokor, ya'ni revmatologga murojaat qilishingiz kerak bo'ladi. Revmatoid artritni davolash uchun ko'plab dori vositalari mavjud. Aynan sizga mos keladigan dori vositalarini tanlashda ayrim omillarni inobatga olish darkor. Masalan, belgilarning qanchalik og'ir ekanligi, qaysi bo'g'imlarga ta'sir etgani, kasallikning vaqt o'tishi bilan qanday o'zgarayotgani, dorilarning nojo'ya ta'sirlari,
rengen natijalari va ayrim qon tahlillari, revmatoid artritni davolash uchun qo'llaniladigan dorilar, kasallikning rivojlanishini to'xtatuvchi dori vositalari, ya'ni bazis dorilar mavjud. Bu dori vositalarini qabul qilishni boshlaganingizdan keyin o'zgarishni his qilishga bir nechta hafta kerak bo'ladi. Shuningdek, shifokor belgilarni pasaytirish uchun quyidagi dorilarni ham yozishi mumkin. Steroid bo'lmagan yallig'lanishga qarshi dori vositalari, masalan, ibuprofen, paracetamol yoki steroidlar, masalan, dexametazon, prednizolon. Bu dorilar tabletka shaklida yoki kuchli og'riq bo'lsa, inyeksiya ko'rinishida qabul qilinadi. Revmatoid artrit bilan yashaydigan odamlar revmatologdan tashqari yana boshqa mutaxassislar bilan ham bir vaqtda ishlashiga to'g'ri kelishi mumkin. Masalan, fizioterapevt, harakatlanish og'riqli bo'lsa, fizioterapevt sizga mos mashqlarni tanlashda yordam beradi. Kardiolog, revmatoid artrit yurak muammolari, masalan, yurak xuruji xavfini oshiradi. Kardiolog yuragingizni kuzatib, uning sog'lomligini ta'minlashga yordam beradi. Shuni yodda tutish kerakki, revmatoid artritni davolash uchun ishlatiladigan ayrim dorilar homila uchun xavfli. Shu sababdan homiladorlikni rejalashtirishdan oldin shifokoringiz bilan maslahatlashing. Shunda revmatoid artrit bilan xavfsiz va sog'lom homiladorlik o'tkazish mumkin bo'ladi. Revmatoid artritning belgilari odatda homiladorlik davrida yaxshilanadi, ammo tug'ruqdan keyin qayta kuchayishi mumkin. Revmatoid artrit bilan uzoq va sifatli hayot kechirish mumkin. Buning uchun sizdan sog'lom turmush tarziga amal qilish, muntazam jismoniy faol bo'lish, chekish kabi zararli odatlardan voz kechish va albatta shifokorlar maslahatlariga qat'iy amal qilish talab etiladi. Agar shu kabi qiziqarli tibbiy ma'lumotlarga ega bo'lishni istasangiz, bizni Med 36 sahifasida kuzatib boring. Bizga sizning sog'lig'ingiz juda muhim.